Ishodning holati ko'rishimiz mumkin. Burun o'qi biroz o'ng tomonga qiyshaygan. Buni sababi yoshligidagi travma hisobiga. Travma natijasida chap tomon kreliyalari jarohat bo'lgan. Bir lamchi jarrohlik ishlavidan keyin biroz keng holatda bo'lgan. Garbinkaga burun o'qini biroz qiyshiqligiga shikoyat qilib kelganlar. Nafas olishda ham muammolari bo'lgan. Deyarli 2 oy bo'ldi. Planoviy osmotrga kelganlar ko'rishimiz mumkin. Spinkada plavniy izgib shakllantirilgan naturalniy ko'rinishda burun uchi stabilniy holatda, ozgina jilmay, stabilniy holatda pastga tushmaydi. To'g'ridan qaraganda konturlar ikkala tomonda bir xilda ingichkalashtirilgan. Burun o'qi o'rtaga keltirilgan, lab o'rta chiziq va peshona o'rta chizig'iga to'g'ri keladi. Nozdrilarni bolli simmetrik ko'rinishga keltirganmiz, ya'ni transpozitsiya qilinib, ikkala nozdrining holati bir xilda shakllantirilgan, klapanlar yo'q. Operatsiyadan keyin 1-2 hafta o'tdi, birinchi kundan beri rasmga olsam, mana oynaga gap chiqaman deydilar. Zo'r, ehtiyot bo'ling. Bunaqa o'zim ko'p anaqa qarab anaqa qilmasam ham, opam bilan "Voy, sal chiqibdi, bu yoq, bu yoqni gapiryapti".